Salom hammaga, sizlar bilan Lihirin. Bugun sizlar bilan YouTube'da bo'lib o'tgan yangiliklar haqida aytib beraman. O'ylaymanki, hammangizga yoqadi. Shu kanal haqida aytib beraman, chunki bu kanal hozir sizlarning asabini buzayotgan muammo bo'lib turibdi. Kanal nomini tarjima qilsak, haqiqiy K-pop yangiliklari. Bu kanalda ko'pincha Stray Kids'ni yomonlab, armiylarni yashlab chiqadi admin. O'zi barmiylarning aybi yo'q, chunki bu qiz rus fandomidan va bittani deb hammani yomonga chiqarish nohaqlik. Bu kanaldagi postlar haqida aytib o'tsam. Postlar eng ko'p aytiladigan gap Stray Kids pedofil. Stray Kids nohaq ayblovlar qo'yilish holatlari bor. Boyagiga o'xshagan. Ularda eng ko'p qo'llanadiganlarni aytib bersam, pedofil, zoofil, narkotik, ichkilikka mukkasidan ketish. Bu hammasi yolg'on ekanini hammamiz bilib turibmiz va shuning uchun sizlardan so'rab qolardimki, bu kanalni yopishga yordam berishingizni. Hammangizga xayr, sizlar bilan Lihirin edi va urush qilmanglar.